Jahon siyosatiga ta'sir o'tkaza oladigan dunyoning eng kuchli 3 ayoli kimligini bilasizmi? Videoni oxirigacha tomosha qiling. Birinchi o'rin sizni aniq qoyil qoldiradi. Uchinchi o'rin Italiya bosh vaziri, tarixda bu lavozimni egallagan birinchi ayol kishi. Dunyo siyosatini belgilovchi G7 ga a'zo davlat rahbari, Yevroittifoq va NATOda o'z ta'siriga ega bo'lgan kuchli rahbar, qat'iyati va siyosiy qarashlari bilan Trampning eng yoqtirgan siyosatchisi, birgina qarori bilan butun Italiya, nafaqat butun Italiya, balki butun Yevropa siyosatiga ta'sir o'tkaza oladigan davlat yetakchisi. Bu Giorgia Meloni. Ikkinchi o'rin Yevropa Markaziy banki prezidenti va bu lavozimga tayinlangan tarixdagi birinchi ayol. Yevropada pul kredit siyosatini nazorat qiladi va bu orqali har bir yevroning qadrini belgilaydi. Uning qarorlari har bir yevropalikning iqtisodiy holatiga ta'sir o'tkaza oladi. Birgina imzosi orqali butun dunyo iqtisodiyoti va pul tizimini titratishga qodir. Jahon siyosatiga ta'sir o'tkazishga qodir bo'lgan eng kuchli ikkinchi ayol. Bu Christine Lagarde. Va nihoyat birinchi o'rin Yevropa Ittifoqining prezidenti. Qarorlari orqali butun bir Yevropa qit'asining taqdiriga ta'sir o'tkaza oladi. Birgina imzosi 450 millionlik Yevropa aholisining hayotini o'zgartira oladi. Yevropa Ittifoqining boshqa mintaqalar va kuchlar bilan munosabatda asosiy rolni o'ynaydi. Germaniya temir xonimi hisoblanmish Angela Merkel xulosida toblangan va sobiq Germaniya mudofaa vaziri bu Ursula von der Leyen. Siz bu ro'yxatga yana kimlarni qo'shgan bo'lardingiz? Javoblaringizni izohlarda yozib qoldiring.